Va nihoyat Nexia legendamiz tayyor bo'ldi. Buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mashinamiz salonni polniy 9 rangga qilib qo'yganmiz. Qaranglar, qanaqa bo'lib chiqdi o'zi ham. Mashinamizda o'zi Nexia 1, buni polniy salonni Nexia 2 qilib qo'yganmiz. Apshipka qismlari tarpida polniy hamma joy Nexia 2 bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin. Akvapren joylarini bilak piano qilganmiz. Asal bo'lib chiqar ekanda. O'zi orqalaridan ko'rsatmasligini. Qaranglar mana. Nexia'ni o'sib ketaymi uncha mehnatga. Bu videoni Nexia va do'stinglarga tashlab qo'ysanglar. Mashinamizda tashqi qismlari ham o'zi ham tikka o'zi ham mashinamiz. Mashinamizga gaz, metan, noxshi narsa qo'yilmagan, faqat benzin yurgan mashinamiz. O'zi ham asal bo'lib chiqdi. Mashinamizda saloni yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmanglar. Bu videoni Nexia va do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin.